Beton haqida siz bilmagan 5 ta fakt. 5-chisini siz aniq eshitmagansiz. Birinchisi, beton havoda emas, kimyoviy reaksiya orqali qotadi. Mana shuning uchun uni suv ostida ham ishlatish mumkin. Masalan, dengiz inshootlari, ko'prik ustunlari mana shunday quriladi. Ikkinchisi, beton qotgandan keyin ham yashaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, beton quyildi, qotdi, tamom. Yo'q. Uni ichidagi jarayon davom etadi, u yillar davomida mustahkamlanib borishi ham mumkin. Lekin aksincha, noto'g'ri aralashma bo'lsa, u ichidan yemirilishni boshlaydi. Eng yomoni, bu holatni siz ko'rmaysiz. Uchinchisi, qadimgi rimliklar tomonidan qurilgan Panteon 2000 yildan beri turibdi. Hozirgi ko'p betonlar 50-100 yillik hisoblanadi, lekin rimliklar maxsus aralashmadan foydalanishgan. Demak, beton sifati bu texnologiyaga bog'liq. To'rtinchisi, beton bosimga kuchli, lekin cho'zilishga kuchsiz bo'ladi. Mana shuning uchun ham ularning ichiga armatura tashlanadi. Agar armatura tashlanmasa, yuk tushganda yorilish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Beshinchisi, suvdan keyin eng ko'p ishlatiladigan modda bu beton hisoblanadi. Bitta odamga 1 yilda kamida 1 tonna yaqin beton to'g'ri kelar ekan. Yo'llar, ko'priklar, inshootlar shular jumlasidandir. Mustahkam qurilish bu faqatgina beton emas, to'g'ri hisob-kitob hamdir. Mana shunday hech qayerda yo'q faktlarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling, batafsil ma'lumot uchun esa bizga aloqaga chiqing.